Ba'zan biz o'ta xudbin va o'ta egoistik bo'lib qolamiz va mana shunaqa vaziyatda katta koronani boshimizga kiyib olamizda. Men uni endi kechirmayman. U meni xafa qildi yoki kimsansa menga xiyonat qiladigan yoki men shu dunyoni shunaqa go'zaliman yoki dunyodagi eng yakka yagonaman va sen menga xiyonat qilding degan holatga tushamiz. Va bu holat nima haqida degan savolga javob jabrdiydalik haqida. Menga xiyonat qilishdi. Men bu narsani kechira olmayman deydi-da va jabrdiyda rolida o'zi pozitsiyasida yashashni boshlaydi va nima qiladi? U har gal buni eslaganda yuragi yomon bo'ladi va nimada yuragi bu yomon bo'ladi deganda o'ziga rahmi kelganidan. Aslida mana shu jabrdiyda holati ayolga haqiqatga qarashga ruxsat bermaydi-da va yo'l bermaydi. Haqiqat shunaqaki, u o'zini analiz qilish kerak. Nima uchun bu vaziyat uning hayotida sodir bo'ldi? Qayerda bunda asosiy o'sha ildizini qidirish kerak. Ildizini.